Biz yoshligimizda autizm degan gapni hech ham eshitmaganmiz. Oxirgi payt paydo bo'lgan bu atama bu o'zi bor kasallikmi yo'qmi? Sababi nima? Anemiya, pandemiya, ekologiya, texnologiya yoki emlashmi? Aybdor o'zi kim? Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz tibbiyot fanlari nomzodi, bolalar nevrologi, epileptolog Samadov Furqat Nasipovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Juda ham qiziq mavzu uchun sizni taklif etdik. Mana shu savolga javob bersangiz, autizm o'zi nima va aybdor kim? Taklifingiz uchun rahmat. Autizm bu asosan bolani ijtimoiy moslashuvi, muloqot muammolari va xulq-atvor buzilishi bilan kechuvchi jarayon hisoblanadi. Bu kasallik emas. Qani rivojlanish nuqsoni hisoblanadi. Endi sabablari hozirgi kunda aniq oxirigacha o'rganilmagan, ya'ni ilmiy tekshiruvlar ketib turibdi. Lekin umumiy olib aytganda buni multifaktorial deyish mumkin, ya'ni bitta sabab emas, bir nechta sabab. Bularga genetik omillar, irsiy, ekologik, onani homiladorlik davri, tug'ilishi, homiladorlikdagi oziqlanishi onani va bola tug'ilgandan keyingi oiladagi muhit, ozgina katta bo'lgandan keyin masalan gadjetlar ko'p ishlatilishi va shu kabi bir necha omilli jarayon hisoblanadi. Demak, internetda tarqagan autizmga olib keluvchi omillar rostdan ham bor ekan. Aslida bor. Hozir ilmiy yondashiladigan bo'lsa, autizm avval ham bo'lgan, lekin hozir nega ko'paydi? Sababi mutaxassislarni bu holat bo'yicha nima deydi, bilimi ko'paydi va ota-onalar o'zlari ham masalan internetdan o'qib, kuzatib, shu holatni nima deydi, belgilarini sezishni boshlashdi. Sezishni boshlashdi. Oldin ahamiyat qilishmagan, o'tib ketgan yoki xarakteri atvori og'ir deb o'tishgan. Masalan, bola gapirmasa, 5 ga kirsa gapirib ketadi degan nima deydi, yondashuv bo'lgan. Lekin hozir yondashuv ozgina jiddiylashganligi uchun bu ko'payganlik hissi sezilib turibdi. Ko'paygan, demak shunchaki diagnostika yaxshilangan, aslida o'zidan o'zi ko'paymagan. Oldin ham yetarlicha uchragan. Xo'p, unda bitta savolim bor. Nima uchun bu autizmni erta aniqlash muhim? Yaxshi savol. Autizmni erta aniqlash juda muhim. Sababi, bunda bir nechta sabab bor. Birinchisi, bolani bosh miyani rivojlanishi davrlari, ya'ni bizlar nima deydi, ilmiy tilda miyelinizatsiya deydi. Erta yoshdan bola katta bo'lgan sari sustlashib boradi. Ya'ni informatsiya qabul qilish, rivojlanishda. O'shaning uchun erta aniqlab, bolani o'sha nuqsonlarini erta korreksiya qilinsa, effekt katta bo'ladi. Afsuski hozirgacha ham oilalarda bor, o'sha boya aytganimdek 3 ga kirsa gapirib ketadi, bu o'zini xulqi, shunaqa narsa. Lekin erta aniqlashni muhim tarafi erta yondashuv. Ya'ni aniqlab, bola bilan maxsus testlar o'tkazib turib, o'sha maxsus mashg'ulotlar erta boshlansa, bolada yaxshi tarafga o'zlashtirish yoki o'zgarish erta bo'ladi. Qanchalik kech bo'lsa, boya aytganimizdek miyelinizatsiya davri sustlashgan sari bolani o'zgartirish yaxshi tarafga qiyin kechadi. Keyinchalik mana maktabga borishi, keyingi hayotida qiynalishlar ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun erta aniqlash juda muhim. O'zbekistonda autizmni davolay olishadimi? Bizda tibbiyot qanchalar? Autizmni davolash deganda bu yerda nima deydi, tushunchani to'g'rilab olish kerak. Birinchidan bu kasallik emas, uni davolash kerak degan tushuncha. Bu yerda korreksiya qilish kerak. Ya'ni o'sha bolada maxsus testlar bor, uni o'tkazgandan keyin psixologlar o'tkazadi. Bolani qaysi tarafida ko'proq nuqsonli, ya'ni qiynalib turibdi, o'shani korreksiya qilish kerak. Davolash deganda asosan mana ilmiy adabiyotlarda yozgan ko'p autizmli bolalarda
komorbidniy fon deydi, ya'ni qo'shimcha nima deydi, o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, juda ham kuchli uyqu buzilishlari yoki juda ham kuchli xulq buzilishlari, ovqatlanishda muammolar, qabziyat, shunaqa holatlarni mutaxassislar davolash kerak. Lekin autizmni o'zini davolamaydi, buni korreksiya qilinadi. Ming afsus, hozir juda ham nima deydi, noan'anaviy, noilmiy yondashuvlar juda ham ko'p. Endi bu haqida batafsil gapirish kerak, bu tugamaydigan narsa. Tugamaydigan narsa. Aynan autizmni davosi bo'yicha, ya'ni davosi kerak emas, lekin aynan mana shu autizm davolashi bo'yicha turli xil siz aytgan noan'anaviy davolovchi insonlar ko'payib ketgani va ulardan aziyat chekkan insonlarni ko'p uchratayotganimiz uchun ham autizm haqida seminar tashkillashtirilayotganidan hozir xabarimiz bor. Shu seminarda kelganlar onalar nimani o'rganadi, nimani tushunib oladi? Davosi yo'q ekan, bo'lmagandan keyin nima qiladi seminarga borib? Yaxshi savol. Seminar tashkil qilishdan maqsad, boya aytganingizdek, birinchidan shu autizm keng tarqalganligi, bu haqida ma'lumotlar juda tarqoqligi, ya'ni internet desanglar hammasi to'g'ri degani emas, uni saralash kerak. Va boya aytganingizdek, bunga nima deydi, yondashuv juda ham turlicha bo'lib ketganligi uchun maqsad shu xalqimiz orasida birinchi autizm haqida tibbiy madaniyatni oshirish. Seminarda biz ma'lumot beramiz. Bu nima o'zi, sabablari, chunki hozir qisqa intervyuda qiyin yoritib berish. Kerak bo'lsa shu misollar bilan biz shu yo'nalishda masalan chet mamlakatlarda malaka oshirganmiz, o'shalarni bergan tavsiyalari bilan bo'lishmoqchimiz. Seminarda shu onalar boladagi birinchi belgilar va qanaqa to'g'ri yondashish kerak va qanaqa noto'g'ri yondashmaslik kerak. Ya'ni bu yerda nima deydi, vaqtini, pulini to'g'ri sarflash va to'g'ri foyda olish haqida ma'lumot ko'ngildagidek natija olish uchun, yo'lni qisqartirish uchun vaqtida aniqlash. Yaxshi. Shu aniqlash yo'llari onalar o'zlari qila olsa, shu yo'llarni seminargacha kutmasdan shu bitta videoda tushuntirib bersangiz bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Sababi bu testgacha bo'lgan nima deydi, jarayonni nima deydi, etaplari bor. O'sha seminar qatnashchilari nima deydi, boshidan ma'lumot olish kerak-da. Masalan, ko'pchilik keladi, qabulga keladi, men o'qib chiqdim, bolamda unaqa yo'q deydi. Lekin biz mutaxassis sifatida tekshirganimizda bor shu narsada. O'shaning uchun shu testgacha bo'lgan jarayon haqida ma'lumot olish kerak seminar qatnashchisi. Rostdan shunaqami, balkim boshqa sababdir-da. Keyin nima test qilish kerak, qanday baholash kerak, qanaqa yondashish kerak haqida o'sha ma'lumot beriladi. Demak, seminarga kelgan ota-onalar, ya'ni ko'proq bu onalarga qiziq, onalar o'zlari uy sharoitida bolani kuzatib, unda agar belgilar bor bo'lsa, erta aniqlay oladi, qanday mutaxassisga murojaat qilish kerakligini tushunib oladi va natija bermaydigan, samarasiz bo'lgan usullarga vaqtini sarflab yo'qotib qo'ymaydi. Shuni o'rganishadi. Shifokorlar ham kelsa bo'ladimi? Albatta, sababi baribir shu ona yoki ota-ona bolasida qanaqadir noodatiy holatlar sezsa shifokorga murojaat qiladi. Agar shifokor bu holat haqida yetarli ilmiy ma'lumotga ega bo'lmasa, albatta shifokor ham masalan yanglishib autizmning o'rniga oddiy ZPRR, ZRR degan tashxis qo'yib, noto'g'ri yo'naltirib olishi yoki qo'sh tirnoq ichida davolashni boshlashi mumkin-da. O'shaning uchun shifokorlar ham ilmiy ma'lumotga ega bo'lsa,
xalqqa ko'proq foyda tegadi. Yani. Bilaman siz judayam vaqtingiz tig'iz bo'lgan mutaxassislardansiz. Menimcha hozir konsultatsiyalardan sizni sug'urib olib chiqdik ozgina ma'lumot berishingiz uchun. Demak, aziz ota-onalar, aziz shifokorlar, bo'lajak va amaliyotdagi shifokorlar, Xudo xohlasa autizmga bag'ishlangan seminarimiz bo'lib o'tadi. Bittasi ota-onalar uchun, ikkinchisi shifokorlar uchun. Ma'lumot olish uchun shu video ostidagi havoladan o'tib izohlarda yoki savollaringiz bo'lsa qoldirishingiz mumkin. Sizni hammangizni seminarimizda kutib qolamiz va diagnostika va yolg'on davolar, diagnostikamiz yaxshilansin, yolg'on davolar esa kamaysin O'zbekistonda. Ko'rishguncha. Rahmat.